2025-yil 2-dekabr Sunnat aka. 2024-yil 2-dekabrda bu tomonda bo'ldi. Devor tomon, masjid tomon. Qarang, 1 yil ro'parasi bu tomonda bo'ldi. Alloh hakim zotda. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Mana mahallamizdagi Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Vaqti bor usta aka-ukalar bo'lsa, masjidimizda uzog'i 2 soatlik, bo'lmasa 1 soatlik bir hashar ishi bor. Mana yo'l tomonida eniga 60-70, uzunligi bir 15-20 metrlik joy bor. Shuni stejga qilishimiz kerak. Vaqti bor aka-ukalar bo'lsa telefon qilsin. 93lik 323 0081. Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li. Ja, vaqt ko'p ketmaydi, 1 soat. Halana 1,5 soat, 2 soat bo'lib qo'yamiz. Aplavka tayyor, suv tayyor, sement tayyor, shag'al tayyor. Xuddi mana bu kabi chiroyli joy bo'lib qoladi. Shu mahalladoshlarimiz uchun. Mana ajoyib joy bo'lib qolgan mana yo'l tomoni. Telefon qilinglar, usta aka-ukalar. Sog' bo'linglar. 2025-yil 2-dekabr Jizzax viloyati Andijon tumani Bo'ston mavqeida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidida hashar. Tarixni qarangki, 2024-yil 2-dekabrda shu masjidimizda arig'imizni bu tomonni stejga bo'lgan edi mana. Endi bugun mana 2-dekabr bu tomonni yigitlar hasharga kelibdi. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'lsin. Chiroq qo'ysak. Mahallamizda yigitlarni hasharga aytdik. Mana masjidda hasharda. Rahmat. Shunchalik e'tibor berib kelishibdi. Ana bugungi hasharchilar masjidimizga hashar qilib tep-tekis qilib ketdi. Rahmat shu ukalarga. 2025-yil 2-dekabr Sunnat aka. 2024-yil 2-dekabrda bu tomonda bo'ldi. Devor tomon, masjid tomon. Qarang, 1 yil ro'parasi bu tomonda bo'ldi. Alloh hakim zotda.